IT sizning farzandlaringiz yoki siz uchun nima uchun muhim? Zamonaviy axborot texnologiyalari va raqamli transformatsiya dunyosida kompyuter bilimlari nafaqat kattalar, balki bolalar uchun ham zarur bo'lib qolmoqda. Bugungi kunda bolalarni IT texnologiyalari bilan tanishtirish ta'lim jarayonining muhim qismiga aylangan. Ushbu videoda men bolalar va kattalar uchun IT texnologiyalarining ahamiyati haqida so'zlab beraman. Assalomu alaykum. Mening ismim Mohira Qobilova. Men IT mutaxassisiman, ya'ni dasturchiman. Sizlar uchun IT ning bolalar va kattalar hayotidagi o'rni haqida taqdimot tayyorladim. Ushbu qiziqarli va foydali ma'lumotlarni bolalar, ota-onalar, hattoki buvijon va bobojonlar bilan bo'lishishni istayman. Har bir ota-ona farzandi uchun eng yaxshi kelajakni istaydi. Biz kelajagimiz qanday bo'lishini aniq bilmaymiz, ammo unda IT bilimlari va kompyuter bilan ishlash tajribasi zarur bo'lishi aniq. Bugungi kunda hatto supermarketdagi sotuvchi ham kompyuter dasturlaridan foydalanishni bilishi kerak. Ha, kompyuter texnologiyalari hayotimizni ancha osonlashtiradi, ammo kompyuter savodxonligi va IT asoslarini bilish farzandimizga kundalik hayotda ham foyda keltiradi. Shuning uchun bizning akademiyamizda ta'lim olish ularning porloq kelajagiga eng yaxshi sarmoyadir. Farzandlaringiz bizda o'qish davomida nafaqat IT bilimlarini, balki soft skills, yumshoq ko'nikmalar deb ataluvchi muhim hayotiy mahoratlarni ham o'rganishadi. Ular muloqot qilish qobiliyatini oshiradi, natijaga erishishga intilishni o'rganadi. Miyalarining ikkala yarim sharlari uyg'un ishlashiga yordam beradi. Ayniqsa 10-14 yosh oralig'ida bu juda muhim. Chunki aynan shu davrda bolalarning miyasi yangi bilim va foydali odatlarni tez o'zlashtiradi. Bizning o'qituvchilarimiz qulay o'quv muhitini yaratadilar, bolalarimizning darslariga katta ishtiyoq bilan qatnashadilar. Ular ajoyib kayfiyat bilan uyga qaytadilar va kelajakdagi muvaffaqiyatlariga ilhomlanadilar. IT bilimlari kelajakda siz yoki farzandingiz uchun qanday foyda keltiradi? Zamonaviy, qiziqarli va yuqori maoshli kasb tanlash imkoniyati. IT ta'limi bolaga o'z kelajagini ta'minlash, talabgor va moliyaviy barqaror mutaxassis bo'lish imkoniyatini beradi. Mantiqiy fikrlash va kreativlik rivojlanadi. IT bilan shug'ullanish mantiqiy fikrlashni rivojlantiradi, masalalarni kreativ hal qilishga yordam beradi. Kundalik hayotni osonlashtirish, dunyoni yaxshilash imkoniyati IT mutaxassislari hayotini yengillashtiruvchi xizmatlarni yaratadi. Masalan, yetkazib berish dasturlari xaridorlarga mahsulotlarni onlayn tanlash, tezda ularni qabul qilish imkonini beradi. Dasturchi yaratgan bunday xizmat millionlab dollar turishi mumkin. Masofaviy ishlash imkoniyati. IT sohasida ishlash uchun muayyan shahar yoki mamlakatga bog'lanish shart emas, shuningdek ish haqqi yashash joyiga ham bog'liq emas. Mehnat bozorida raqobatbardoshlik, IT ko'nikmalariga ega bo'lish sizni mehnat bozorida yanada raqobatbardosh qiladi. Chunki ko'plab kasblarda kompyuter tizimlari, dasturlari bilan ishlash talab etiladi. Ta'lim va o'zini rivojlantirish. IT bilimlari maktab va universitetda o'qishni osonlashtiradi. Onlayn kurslar, vebinarlar va boshqa ta'lim platformalari orqali doimiy ravishda bilimlarni yangilash, malakani oshirish mumkin. Vaqt va resurslarni boshqarish, loyihalarni rejalashtirish va boshqarish dasturlari vaqtdan unumli foydalanish va resurslarni samarali taqsimlashga yordam beradi. IT bilimlari nafaqat IT sohasida, balki har qanday boshqa kasbda ham kerak bo'ladi. Ayniqsa farzandingiz yoki o'zingizning biznesingizni yo'lga qo'ymoqchi bo'lsangiz, IT mutaxassis sifatida qancha daromad topish mumkin? Hozirgi mehnat bozorida IT bilimlariga bo'lgan talab ko'plab omillarga bog'liq, jumladan soha, mintaqa, ish beruvchi talablariga. Bu kasblar talabgir hisoblanadi. Buxoro bo'yicha taxminiy ish haqi elektron hisoblash mashinalari operatorlari 2-3 million so'm, web dizaynerlar 3-4 million so'm, grafik dizaynerlar 4-5 million so'm, SMM mobilgraf 5-7 million so'm, dasturchilar esa 5-7 million so'm. Poytaxtda ish haqi bundan ham yuqori bo'lishi mumkin. Agar siz mutaxassis sifatida boshqa davlatlarga borsangiz, daromadingiz 3-4 barobar oshish ehtimoli katta. IT ko'nikmalari turli sohalarda talabgir soha bo'lib, moliya, sog'liqni saqlash, ishlab chiqarish va ta'lim kabi yo'nalishlarda faoliyat yuritayotgan mutaxassislarga kerak bo'ladi. IT bozori juda dinamik bo'lib, talab qilinadigan ko'nikmalar tez o'zgarishi mumkin. Shu sababli trendlarni kuzatib borish, doimiy ravishda bilimlarni yangilab borish muhimdir.
Buning uchun bizning akademiyamiz sizga yordam beradi. Kelajakda IT ko'nikmalar qayerda kerak bo'ladi? O'ylab ko'ring, ilgari biz hatto tasavvur ham qilmagan edikki, mahsulotlarni internet orqali buyurtma qilib, hatto dala hovliga yetkazdirish mumkin bo'ladi yoki ofislarga bormasdan turib masofaviy ishlash imkoniyati paydo bo'ladi. Xuddi shunday kelajakda hozir mavjud bo'lmagan kasblar paydo bo'ladi va ularning aksariyati kompyuter texnologiyalari bilan bog'liq bo'ladi. Bugungi IT ko'nikmalari 10-15 yil oldingi ingliz tili singari ahamiyatga ega. O'sha vaqtlarda kelajakda qanday kasblar dolzarb bo'lishi aniq emas edi, ammo chet tili foydali bo'lishi aniq edi. Shuning uchun farzandingizga IT bilimlarini o'rgatish va unga barqaror, muvaffaqiyatli kelajak hadya qilish demakdir. IT faqat matematiklar yoki fiziklarga kerak degan noto'g'ri tushuncha mavjud. Aslida esa IT sohasida gumanitarlar uchun ham ko'plab imkoniyatlar bor. Misol uchun, tadbirkor mijozlar bilan tezkor muloqot qilish uchun Python yordamida Telegram bot yaratish mumkin. Jurnalist yoki olim sun'iy intellektdan foydalanib, ilmiy yoki publistik maqolalar yozishi mumkin. Shaharsozlik mutaxassislari esa sun'iy intellekt va qo'shimcha reallik yordamida odamlarning harakatini tahlil qilib, park yoki dam olish hududlarini optimal joylashtirish bo'yicha qaror qabul qilishlari mumkin. Farzandingiz dasturlash kurslariga borsa-yu, lekin yoqmasa, bu IT unga kerak emas degani emas. U hech bo'lmaganda dasturlashning asoslarini bilib oladi va kelajakda o'ziga yoqqan yo'nalishlarni tanlashi mumkin. Kelajak raqamli texnologiyalar bilan chambarchas bog'liq. Shuning uchun bolalarni bunga tayyorlashimiz, ularni qiziqtirishimiz, o'zimiz ham yangi bilimlarni o'rganishimiz kerak. IT ko'nikmalar nafaqat ishda, balki kundalik hayotda ham hayotimizni ancha yengillashtiradi. Kelajakda IT texnologiyalarining ahamiyati. IT har yili rivojlanmoqda. Olimlar, ekspertlar yaqin kelajakda uning ahamiyati yanada ortishini ta'kidlashadi. ITni bilgan bolalar kelajakda muvaffaqiyatli, raqobatbardosh bo'lishadi. Mantiqiy fikrlash va kreativlik rivojlanadi. IT bilan ishlash bolalaringizga mantiq fikrlash va muammolarni kreativlik hal qilish imkoniyatini beradi. Dasturlash va veb-sayt yaratish, aniq tahlil qilish, mantiqiy bog'liqliklarni tushunish va ijodiy yondashuv talab qiladi. Zamonaviy ta'lim usullari. IT yordamida masofaviy ta'lim olish imkoniyati paydo bo'ldi. COVID-19 pandemiyasi shuni isbotladiki, onlayn ta'lim zamonaviy dunyoga zaruratga aylandi. IT bilimlar yordamida yiroq hududlarda yashovchi bolalar ham sifatli ta'lim olish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Kiberxavfsizlik va axloqiy bilimlar. Raqamli dunyo bizdan kiberxavfsizlik va internet madaniyatiga rioya qilishni talab qiladi. IT bilimlari orqali bolalar o'z ma'lumotlarini himoya qilish, internetdagi xavflardan xabardor bo'lish, ularni oldini olishni o'rganadilar. O'sish va rivojlanish imkoniyatlari. ITni bilgan bola nafaqat dasturchi bo'lishi, balki kelajakda istalgan sohada muvaffaqiyatga erishishi mumkin. IT sohalarni hayotimizning barcha jabhalariga kirib kelmoqda. Shuning uchun bugundan boshlab bilim olish eng yaxshi sarmoya hisoblanadi. IT texnologiyalari bolalar uchun cheksiz imkoniyatlar. Zamonaviy texnologiyalar bolalar uchun katta imkoniyatlar ochadi. O'z-o'zini o'qitish, dasturiy ta'minot va apparatlari bilan ishlash, operatsion tizimlar va dasturlarni tushunishga yordam beradi. Shuningdek, bu nafaqat ish va ijod uchun, balki joylashuv, yosh yoki jismoniy imkoniyatlar bilan cheklanmagan yangi imkoniyatlarni ham yaratadi. Umuman olganda, IT texnologiyalar zamonaviy dunyoda bolalar uchun juda muhim. Ularni yangi ko'nikmalarga o'rgatadi. Miya faoliyatini rivojlantiradi. Kelajakda muvaffaqiyatga erishishi uchun yangi eshiklarni ochadi. Tez o'zgarayotgan dunyoga moslashishga yordam beradi. Ari-Info Academy bu Ari-Info IT kompaniyasi asosida tashkil etilgan o'quv markaz. Bizning tajribali o'qituvchilarimiz bilim va ko'nikmalar bilan o'rtoqlashib, bolalar va kattalar uchun qulay o'quv muhitini yaratadilar. Bu yerda baho qo'yilmaydi. Biz ilhomlantiramiz, motivatsiya beramiz, qo'llab-quvvatlaymiz va muvaffaqiyat sari yo'naltiramiz. Ari-Info qanday xizmatlarni taklif qiladi? IT marketing,
veb-saytlar va internet do'konlar yaratish, sayt audit xizmati, SEO targ'iboti, SMM va boshqa ko'plab xizmatlar. Ko'proq ma'lumot olish uchun saytimizga tashrif buyuring. Bugungi kunda 30 dan ortiq IT kasblari mavjud va ularning soni tobora ortib bormoqda. Bizning akademiyada 10 ta yo'nalish bo'yicha ta'lim beriladi. Eng muhimlari 0 dan boshlab kompyuter savodxonligi, grafik dizayn, web dizayn, sun'iy intellekt va neyron tarmoqlar, dasturlash, SMM, mobilografiya, motion dizayn. Farzandingiz ushbu kasblardan birini egallashni xohlaysizmi? Unda hoziroq uni IT kurslariga yozing. IT ta'limi yuqori daromadli va baxtli kelajakning garovi. Siz bilasizmi, ba'zi o'smirlar IT orqali ilk millionlarini ishlashga muvaffaq bo'lishgan. Mana ba'zi ilhomlantiruvchi misollar. Daniel Singer 14 yoshida Facebook uchun Uteli xizmatini yaratib, $200,000 ishlab topgan. Lachi Grum maktabdayoq WordPress shablonlarini ishlab chiqib, startap yaratgan. Keyinchalik uni muvaffaqiyatli sotgan. Juliette Brindak 10 yoshida o'smir qizlar uchun MissOnFriends.com platformasini yaratgan va katta daromad olgan. Elon Musk 12 yoshida o'zining ilk video o'yin dasturini yozib, $500 ishlab topgan. Bill Gates 15 yoshida dastur ishlab chiqib, $20,000 ishlab topgan. Brian Wong 16 yoshida Twitter uchun ilova yaratib, $1 million daromad qilgan. Santiago Gonzalez 17 yoshida 20 ta iOS dasturini yaratib, $1 million ishlab topgan. Shubham Banerjee 12 yoshida ko'zi ojizlar uchun hayotini yengillashtirish uchun IT texnologiyalar ishlab chiqib, 14 yoshida millionerga aylangan. Navbat sizniki. Farzandingiz IT sohasini o'rganib, o'z kelajagini qurishiga yordam bering. Aryanfa Academy bilan muvaffaqiyat sari ilk qadamni tashlang. IT eng talabgor va istiqbolli soha. Dunyodagi eng ko'p daromad topgan yosh dasturchilardan biri avstraliyalik Nick Dalzo bo'lib, u 17 yoshida o'zining Sammi kompaniyasini Yahoo'ga sotib, $30 million ishlab topgan. Barcha ushbu o'smirlar bolaligidan dasturlash bo'yicha foydali ko'nikmalarni egallab, ustozlari yordamida ularni rivojlantirgan. Sizni Aryanfa Academy'da kutamiz. IT sohasining turli yo'nalishlarini o'rganing, farzandingizni kelajak kasblariga tayyorlang. IT ta'lim bolangiz uchun eng yaxshi start. Albatta, bu soha hamma uchun mos emas. Shuning uchun majburlash shart emas. Ammo farzandingizni qiziqishini aniqlash va uni tajribadan o'tkazish muhimdir. IT kurslarimiz orqali egallagan har qanday ko'nikma uning kelajak hayotiga foydali bo'ladi. O'z tajribangiz bilan bo'lishing. Siz bolalar uchun qanday dasturlash kitoblari va kurslarni tavsiya qilasiz? Qaysilar umidlarni oqladi, qaysilar esa yo'q? Fikringizni izohlarda qoldiring. IT ta'limi bilan qiziqasizmi? Bizga obuna bo'ling yoki Aryanfa Academy'ga tashrif buyuring. Sizga batafsil maslahat beramiz.